Ismat, sen aroq umuman ichma, tushundingmi? Kecha hamma odamlarni so'kib chiqding. Yo, Trampni nimaga o'lik qilasan? Trump kimmi? Amerikaning prezidenti. O onasini emsin. Ko'p ichimman-da undan. Shu uchun ichma Ismat. Ko'tara olmaysan sen. Hey Alkash, og'zingdan qon ketdi. Kechirma bechalarni onangni deb so'kding. Topib qo'ymading bechalarni. Nima demoqchisan? Nima demoqchisan? Ayt. Hey Alkash, qayta bir ko'ring. Ismat. Alkash, yana ichimmi? Erta seni militsiyaga yozib beraman, qistamasan so'kaver. Sandan menga nimadir deb ketding-a? Seni butun urg'aymog'ingga qurutaman, tushundingmi? Xohlasam ichaman, xohlasam Qanaqa odamsan? Yoshing katta bir mahallada odamlarga o'rnak bo'lishing kerak. Nimaga yana so'kib o'tiribsan? Odam bo'lmaydi bu, rais bu odam bo'lmaydi. Gapir, kechagi tillaring qani sening? So'kib o'tiran tillaring. kechirasizlar meni, kechiringlar keyin. Dada, men jo'rlarim bilan futbolga borib kelay. Shu bachangiz bor-ku. Bekorda futbol, kompyuter o'ynaydi. Uy to'g'an Rossiyaga hozir chiqib ketdi. Mana. Chiq. To'g'ri qildingmi? Zo'r shetdingiz. Rossiyada ishlab pul topardim. Ha,